Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Mashhurlarni operatsiyalarni reklama qilishi taqiqlansin. Qonun bilan cheklov qo'yish vaqti keldi. YouTube'da Daryo kanalida namoyish etilgan go'zallik epidemiyasi nomli ko'rsatuvda ba'zi kosmetologlar sabab sog'lig'i xavf ostida qolgan ayollar haqida so'z bordi. Jurnalist unda taniqli shaxslarning ochiqchasiga plastik operatsiyalarni reklama qilayotganiga ham e'tibor qaratdi. Instagramda ko'kosh taxallusi bilan vayllar suratga oladigan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirovaning Toshkentdagi xususiy klinikada liposaksiya va abdominoplastika amaliyotlarini boshdan kechirganidan keyin janjallar haqida eshitgandirsiz. Operatsiyadan keyin blogerning qorin sohasida nekroz paydo bo'lgan. Yaxshiroq tushunishingiz uchun aytib o'taman. Nekroz teri chirishi hisoblanadi va u teri qayta tiklanmaydi. Agar vaqtida undan jarrohlik yo'li bilan qutulmasa, uning o'rni kengayib boraveradi. Bloger shifokorlarni ilmsizlikda, mas'uliyatsizlikda, undan keyin tajribasizlikda aybladi. Turgan gapki, yangi ochilgan klinika ham uni ayab o'tirgani yo'q. Bemor shifokorlarning tavsiyasiga quloq solmagani, syomkalarda ishtirok etgani, mashina ruliga o'tirgani, qat'iy taqiqlangan energetik ichimliklardan iste'mol qilgani haqida gapirdi. Mayli, bu ishni tegishli tashkilotlar o'rganib chiqib, aybdorlar aniqlashar. E'tiborimni tortgani bloger reklama evaziga bepulga liposaksiya va abdominoplastika operatsiyalarini amalga oshirgan. Sir emas, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ochiqchasiga ring maydoniga aylanib qolgan. Uning atrofidagi insonlar Instagram sahifalarini O'zbekistonda tajribali shifokorlar yo'qligi, qassob kabi ish tutishlari haqida keti uzilmaydigan serialli videolarni joylashdi. Ammo oradan ko'p o'tmay, u oshqozon qisqartirish operatsiyasini o'tkazadigan klinikaning reklamasida suratga tushdi va vaqtni orqaga qaytara olganida oshqozon operatsiyasini qildirishini aytib o'tdi. Shunday qarorga kelgan bo'lsa-ku, mayli, bu uning hayoti. Ammo 500 milliondan ortiq kuzatuvchisi bo'lgan blogerga pul uchun istagan reklamasini olishi qanchalik to'g'ri? Fikrimni ochiqlashga harakat qilaman. Ko'kosh bilan bog'liq murojaatlar soni ortganidan keyin bir kuzatuvchi Facebook'dagi postda izoh yozdi. Sizning reklamangizga ishonib, o'g'limni o'sha klinikada sunnat qildirgandim. Ancha vaqtgacha yarasi bitmadi. Bolam azoblandi deya yozdi. Ha, bunday izohlarga sizning ham ko'zingiz tushgandir. Chunki mashhur shaxslarning to'lib toshib ijtimoiy tarmoqlarga joylagan videosiga ishonib, firibgarlar tuzog'iga tushgan, uyga to'lov qilib haligacha boshpanasiz yashayotgan yoki sog'lig'idan aziyat chekayotganlar oz emas. 2021 yil 28 dekabrda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 2022 yilning 17 martida Senat tomonidan ma'qullangan reklama to'g'risidagi qonunning 34-moddasida taniqli shaxslarning dori vositalarini reklama qilishi taqiqlanganligi qayd etib o'tilgan. Chunki dori vositasi kimgadir ishonib yoki unga yaxshi ta'sir qilib, men ham iste'mol qilsam bo'ladi deydigan vosita emas menimcha. Endilikda plastik operatsiyalarni yoki sog'liq bilan bog'liq muolajalarni mashhurlarning ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilishlarini taqiqlash haqida o'ylab ko'rish kerakmikin? Chunki dunyoning juda ko'plab mamlakatlari qonunchiligida mashhur shaxslarning plastik operatsiyalarni reklama qilishi va ular yoshlar orasida targ'ib qilinishiga qarshi cheklovlar bor. 2023 yildan buyon Fransiyada ijtimoiy tarmoqlarga ta'sir ko'rsatuvchi shaxslarning plastik operatsiyalarni reklama qilishlari taqiqlangan. Agar ular go'zallashtiruvchi filtrlardan ham foydalansa, bu haqda postda yozib qoldirishlari shart. Menimcha bu odamlar orasida tanasiga nisbatan noshukurlik hissini ortib ketmasligi uchun xizmat qilsa kerak. Bundan tashqari Daniya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Xitoy kabi davlatlarda ham mashhurlarning o'z sahifasiga inson salomatligi bilan bog'liq reklamalarni joylashi, xususan plastik operatsiyalarni targ'ib qilishi qat'iyan taqiqlangan. Xitoyda hatto mashhur shaxslarning ta'lim va moliyaviy sohalarni reklama qilish ham mumkin emas. To'g'rida, odamlar mashhurlarga ishonadi va ular yaxshigina mablag' evaziga ichmaydigan dog'risini ham ichdim deb aldashi yoki o'zi ishonmaydigan shifoxonani ko'kka ko'tarishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rishmaydi. Menimcha bizda ham blogerlar reklamasini jiddiy nazoratga olish vaqti keldi.
Ular shunchalik bo'lib ketishdimikan? Odam aytishga ham uyaladigan a'zolarni plastik operatsiya qildirib, ochiqchasiga buni targ'ib qilishmoqda deyiladi ko'rsatuvda. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.